Assalomu alaykum. Yangi O'zbekiston gazetasining 2025-yil 24-sentyabr kungi 197-soni bosmadan chiqdi. Unda jurnalist Sarvar To'rayevning Yuksalish pallasi rukni ostida sentyabr mamlakatimiz tarixiga ta'lim oyligi bo'lib muhrlandi deb nomlangan maqolasi chop etilgan. Bu yil sentyabr oyi yangi O'zbekiston tarixiga ta'limdagi islohotlar navbatdagi bosqichga chiqqan palla sifatida kirdi. Bunday deyishimizga asoslar bor. 9-sentyabr kuni Prezidentimiz raisligida maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi sohasidagi islohotlar ijrosi hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Shuningdek, 15-sentyabr kuni davlatimiz rahbari o'qituvchi va murabbiylar kuni oldidan pedagoglar bilan uchrashib muloqot qildi. Shu o'rinda video selektorda ko'tarilgan muhim bir jihatga e'tibor qaratsak, yig'ilishda ta'lim sifatini oshirish va olis hududlardagi o'quvchilar uchun qulaylik yaratish masalasi muhokama qilindi. Ayni paytda 74 ming o'quvchi maktabga 5-7 kilometr uzoqdan qatnayotgani qayd etildi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida bu muammoga yechim sifatida 100 ta maktabga bepul avtobus qatnovi yo'lga qo'yilgan edi. Shuningdek, aholi yashash hududiga yaqin joylarda yangi maktablar qurilishi foydalanishga topshirildi. Masalan, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi Baxshi-Tepa 1 va Qora Ariq mahallalarida yashovchi 700 ga yaqin o'g'il-qiz hozirgacha 7 kilometr yo'l bosib, qo'shni hududdagi maktablarda tahsil olib kelardi. Ular uchun 66 va 74 maktablar binosi yangidan qurib, foydalanishga topshirildi. Avvallari Baxshi-Tepa 1 dan maktabga borish uchun bolalar 4-5 kilometr yo'l bosishga majbur edi. Ular orasida 1-4 sinf o'quvchilari ham bor. Mana endi 330 o'rinli chiroyli, zamonaviy binoga ega yangi maktab qurildi. Bolalarimiz maktab deganda yo'l azobini emas, bilim zavqini his qiladigan bo'ldi, deydi mehnat faxriysi Boymurod Xo'janov. Yangi o'quv yilida foydalanishga topshirilgan 66 maktabda hozir 230 dan ortiq o'g'il-qiz saboq olyapti. Ushbu maktab qurilishi uchun davlat byudjetidan 8 milliard 700 million so'm yo'naltirildi. Maktab zamonaviy jihozlar, kompyuter jamlanmalari, darsliklar, sport anjomlari hamda texnologiya sinfi uchun zarur vositalar bilan to'liq ta'minlandi. Zuhra Xudoyberdiyeva Sho'rchi tumanidagi 66 maktabning 10-sinf o'quvchisi. U 9 yil uyidan 4 kilometr uzoqdagi 51-maktabga qatnab o'qigan. Uyi maktabga yaqin sinfdoshlarimizga doim havasim kelardi. O'shanda mahallamizda ham maktab bo'lishini orzu qilardim. O'sha niyatim ro'yobga chiqdi. Mahallamizda sport zali, texnologiya sinfi bor, zamonaviy maktab qurildi. Bundan juda xursandmiz, deydi Zuhra Xudoyberdiyeva. Sho'rchi tumanida yangidan qurib foydalanishga topshirilgan 74-maktab esa qora ariqliklarning 20 yillik orzusini ro'yobga chiqardi. Tuman markazidan salkam 15 kilometr uzoqda joylashgan hududda ham islohotlar real natija ko'rsatmoqda. Avvalo ichki yo'llar asfaltlandi, keyin suv muammosi hal etildi, endi yangi maktab foydalanishga topshirildi. Hozir 300 dan ortiq o'quvchi tahsil olayotgan bu ta'lim maskanida barcha shart-sharoit yaratilgan. Muhimi, qora ariqlik yoshlar endi bilim olish uchun 7 kilometr yo'l bosmaydi. Prezidentimizning o'tgan yil 24-dekabrdagi 2025-2027 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, joriy yilda Surxondaryoda 930 o'rinli 8 ta yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti qurildi va 2250 o'rinli 19 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti rekonstruksiya qilindi. Qurilish uchun 101,9 milliard so'm ajratildi. Qarorga binoan 4 ta yangi maktabni qurish, 22 ta maktabda rekonstruksiya va 9 tasida mukammal ta'mirlash ishlari bajarilmoqda.
Mazkur maktablar uchun 178,5 milliard so'm yo'naltirildi. Bu ishlar avvalo qishloq va olis hududlardagi bolalar uchun teng sharoit yaratish, zamonaviy ta'limga keng yo'l ochish uchun nihoyatda zarur. Zero bilimdon avlod ertangi taraqqiyot va raqobatbardosh kelajak kafolatidir. Faqat moddiy texnik imkoniyatning o'zi yetarli emas. Sifatli ta'limni yuqori salohiyatli o'qituvchilarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Keyingi yillarda muallimlarga qaratilayotgan alohida e'tibor tufayli bu sohaga qiziquvchilar soni sezilarli ortyapti. Xususan, hozir Surxondaryodagi 972 ta umumta'lim muassasasida 47 mingdan ortiq pedagog faoliyat yurityapti. O'qituvchilar yoshlarga sifatli ta'lim berish uchun barcha imkoniyat ishga solingan. Elektron vositalardan tortib yangi avlod darsliklarigacha markazdan chekka hududlarga yetkazib berilyapti. Yaqinda prezidentimizning farmoni bilan bilimli, kasb-hunarli, sog'lom va barkamol avlodni voyaga yetkazish yo'lida xizmat qilib kelayotgan bir guruh ta'lim fidoyisi mukofotlangan edi. Ular orasida surxondaryolik 6 nafar ustoz murabbiy ham bor. Bu vohada kasbining fidoyilari safi kengayib borayotganidan dalolat. Har bir mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ilm-fan, ta'lim-tarbiya. Shu bois yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi islohotlar aynan ta'lim sohasidan boshlangan ekan. Prezidentimiz tashabbusi va e'tibori bilan soha taraqqiyotida yangi ufqlar ochildi. O'qituvchilarning jamiyatdagi nufuzi, farovonligi oshdi. Zamonaviy sharoitlarda ishlash uchun imkoniyat yaratildi. Bu e'tibor pedagoglarning yanada katta yutuqlarga erishishida o'ziga xos rag'bat bo'lyapti, deydi Oltinsoy tumanidagi 9-maktabning chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchisi, Do'stlik ordeni sohibi Habibulla Ismatillayev. Salima Norquchqorova 30 yildan buyon Qumqo'rg'on tumanidagi 3-maktabda fizika fanidan dars beradi. Minglab shogirdlarni tarbiyalab, bor kuchini yoshlar ta'lim tarbiyasiga yo'naltirgan muallima mehnati sabab shuhrat medaliga munosib ko'rildi. Davlatimiz rahbari prezident sifatida ish boshlagan kunlaridanoq ta'limga, o'qituvchi shaxsiga, uning hurmat e'tibori oshishiga alohida e'tibor qaratdi. Ochig'i 7-8 yil oldingi vaziyat bilan bugunimiz o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Shu yil 9-sentyabr kuni o'tkazilgan videoselektorda prezidentimiz bir gapni alohida ta'kidladi. Ta'lim sifatini oshirish hamda ustoz va murabbiylarning mehnat, yashash sharoitini yaxshilash islohotlarimizning eng ustuvor yo'nalishi bo'lib qoladi. Zero yangi O'zbekistonda eng muhim soha ta'lim, eng hurmatli insonlar o'qituvchi va murabbiylardir. Shu gapni eshitib ko'zimga yosh keldi. Bu kunlarni ko'rmagan, lekin bir umr orzu qilgan qanchadan qancha ustozlar, hamkasblar bor edi, deydi shuhrat medali sohibi Salima Norquchqorova. Mamlakatimizda ilm-fan rivoji, intellektual salohiyati yuqori yoshlarni tarbiyalashga qaratilgan islohotlar ko'lami kengayib bormoqda. Bu jarayonda o'z iste'dodi keng qamrovli ijodiy, ilmiy, amaliy faoliyati bilan faol ishtirok etayotgan o'qituvchi va murabbiylarning alohida o'rni bor. Bunday yuksak e'tirofga esa ularga o'zgacha kayfiyat va shijoat bag'ishlashi shubhasiz. Siz jurnalist Sarvar To'rayevning Yangi O'zbekiston gazetasining bugungi sonida chop etilgan sentyabr mamlakatimiz tarixiga ta'lim oyligi bo'lib muhrlandi deb nomlangan maqolasi bilan tanishdingiz.